Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan birgalikda sirtni proyeksiyadagi tekislik bilan kesishuv mavzusiga oid yana bir chizmani chizish jarayonini o'rganamiz va birgalikda chizib chiqamiz. Bizga berilgan aylanamiz diametri 60 va bu aylanamiz bizani prizma holatiga keltirishimiz kerak. Prizma holatimiz to'g'ri degan harakatda uchburchak va biz bu aylanani hozir 3 bo'lakka bo'lib to'g'ridan qaragandagi uchburchak holatini hosil qilishimiz kerak bo'ladi. 60 diametrli aylana chizib oldim va sirkulimizni olamiz va aylanamizni pastga kesishgan chiziq bilan kesishgan qismiga qo'yamiz. Markazgacha masofa hosil qilamiz. Mana va aylanani ikki yoniga chizamiz. Mana aylanani yarim markazini hosil qilib oldik va ikki tomonga aylana chizib oldik. Endi bu kesishgan qismlarini belgilaymiz. Va hosil qilgan nuqtalarimizni birlashtirib olamiz. Prizmamizni to'g'ridan qaragandagi holatini, ya'ni frontal tekislikdagi holatini hosil qilib oldik. Endi gorizontal tekislikda uni yuqoridan ko'rinishini chizib olamiz. Ikki asos nuqtasidan pastga to'g'ri chiziq chizamiz. Chizib oldik. Uzunligimiz bizani 60. Mana bu burchak, ya'ni uch qismi bizga yuqoridan ko'ringani va qirra holatida ko'rinadi. Bizda prizmamizda sirtni proyeksiyadagi tekisligimizni gorizontalda kesishgan sirtimiz bilan endi bu qismda uni hosil qilib olamiz. Yarim santimetr. Bu burchakdan bu tomonga 1 santimetr.
Bizning chizmamiz 7-variant hisoblanadi va 60 diametrli aylana chizdim. Aylanani 3 bo'lakka bo'lib, to'g'ridan qaraganda 3 burchak holatini keltirib oldik va bu geometrik shaklimiz prizma bo'lib, prizmani yuqoridan proyeksiyalovchi tekisli shu holatda kesib o'tyapti va bularni raqamlarni qanaqa holatda olganini yozib bo'ldim. Endi proyeksiyalovchi tekislik qanaqa holatda kesgani va nechta nuqtada aniqlaganini sizlar bilan topib olamiz. Bu qismda asosda bir shtrix, chunki gorizontal tekislik. Bir shtrix, mana bu qismda bir shtrix. Hosil qilgan nuqtalarimizni frontal tekislikka ko'chirib o'tamiz. Birinchi nuqtamiz to'g'ri chiqadi va mana shu qismni o'zida 1-2 nuqtani hosil qiladi. Va bu chizig'imiz ham mavjud. Yozamiz 1-2 nuqtamiz. Ikkinchi nuqtamiz bizani hozir mana yuqori qirrani kesyapti. Mana ko'ryapsizlar, yuqori qirrani o'zini kesyapti va shuning uchun mana shu yuqori qismni o'zidagina hosil bo'ladi. Va nimaga shu qismni o'zida yana hosil bo'lgani, profil tekisligini aniqlaganimizda yana bir marta tushuntirib beraman. Mana bu qirrada bo'lgani uchun mana shu yuqori qirrani o'zida hosil bo'ladi. Uchinchi nuqtamizni yuqoriga to'g'ri tisk orqali chizib olamiz. Chizib oldik. Uchinchi nuqtamiz ko'rib turganingizdek pastki asos ham kesyapti va mana bu qismda bu qirrani ham kesyapti. Shu qirrani ham kesib o'tyapti. Endi ularni birlashtirib chiqamiz. Va mana shu holatda to'g'ridan ko'ringanda bizani prizmamiz kesilgan va kesilgan yuzi shu holatda hosil bo'ladi. Endi biz profil tekisligini hosil qilib olamiz. Prizma shaklini oldi va u prizmada ham profil tekislikda joylashgan prizmamizda ham kesilgan yuzani hosil qilamiz. Yuqori balandligini ham olib o'tamiz. Shu burchagimizni markaz sifatida foydalanamiz. Mana shu burchak qismini shu qismdan olyapman. Birini urinishda ikkitani solamiz. Ko'rib turganlaringizdek, mana bu qismdan va bu qismdan oldim. Aylana, to'rtdan bir aylana shu chizig'imizgacha chizib oldim. Ya'ni asosiy davom etgan qismigacha. Endi buni yuqorigacha chizib olamiz va profilimizni yon tomondan, ya'ni chap tomondan holatini hosil qilamiz. Ko'rinishini.
bizani prizmamiz mana shu holatda yon tomondan ko'rinar ekan. Endi biz nuqtalarini topib, bu profil tekislikda ham kesishgan yuzani aniqlab olamiz. Buning uchun bir nuqtamizni shu chizig'imizgacha, ya'ni mana shu chizig'imizni pastgacha chizib qo'yaman va bu chiziqni Y deb nomlayman. Barcha biz aylana chizib profilga olib chiqishimiz kerak bo'lgan chiziqlarni shu Y chiziqgacha olib kelamiz va sirkul yordamida to'rtdan bir aylana chizib olib o'tamiz. Mana birinchi nuqtamizni Y chizig'imizda hisoblagan chiziqgacha chizib oldim. Sirkulimizni olamiz. Yana shu markar deb belgilagan qismimizga qo'yamiz. Birinchi nuqtamizni olib chiqdik. Bir nuqtamiz va ikki nuqtamiz shu holatda kelib, mana shu qismda kesishdi ikki chizig'imiz va shu qism o'zida 3 nuqtamizni hosil qilib berdi. Endi biz ikkinchi nuqtamizni ham topib olamiz. Ikkinchi nuqtamizni ham Y chizig'imizgacha davom ettiramiz. Mana shu chiziq. Markaz hisoblagan nuqtaga qo'yamiz va aylana chizamiz. Va mana ikkinchi chizig'imiz bu holatda va ikki bu qismda keldi. Chiziqlar o'zaro kesishib, shu qismda bizaga 2 3 nuqtamizni hosil qilib berdi. Endi biz 3-chi nuqtamizni hosil qilib olamiz. 3-chi nuqtamizdan aylanasi bo'lgan, chunki eng past qismni to'laychi. Mana 3-1 nuqtamiz. Mana chizib oldik va bu qismda chiziqlar kesishib, birinchi, 3-chi nuqtamizni hosil qilib berdi. Va ikkinchisi ham bizda mavjud. Ikkinchisini topishimiz uchun frontalda joylashgan 3-chi nuqtamizni profil tekislikka davom ettirishimiz kerak bo'ladi. Mana davom ettirdik. Mana 3-1 nuqtamiz va 3-2 nuqtamiz aylanib shu qismda topildi. Nuqtalarimizni endi birlashtirib kesilgan yuzani hosil qilib olamiz. Uchta tekislikda sirtni kesishgan yuzasini hosil qilib oldik. Endi kesishgan yuzani o'zini haqiqiy kattaligini chizib olamiz. Buning uchun asos chizig'imizni davom ettiramiz. Ya'ni X chizig'imizni davom ettirdik. Sirkulimizni 1-2 nuqtaga qo'yamiz. 1-2 nuqtaga qo'yamiz va gorizontal tekislikda topib olgan 3 ta nuqtamizni X chizig'imizgacha chizib olamiz.
bir u ikki nuqtamiz va bir u bir nuqtamiz chiziqlari shu qismda kesishdi va bir u ikki bir shtrix bizaga hosil qilib berdi. Endi ikkinchi nuqtamizga olib chiqilgan aylanamizni yuqoriga to'g'ri chiziq chizamiz. Va frontalda joylashgan ikkinchi nuqtamizni shu chiziqqa tomon chizamiz. Endi uchinchi nuqtamiz bu qismdan aylanib kelyapti va mana bu qismda mavjud. Belgilaymiz. Va mana bu qismda ham uchinchi nuqtamiz bor. Chiziqlar kesishdi. Uchu ikki nuqtani kesishni hosil qilib berdi. Nuqtalarni birlashtiramiz. Bugungi chizmamiz sirtni proyeksiyalovchi tekislik kesishuvi mavzusiga oid bo'lib, bizga berilgan prizma shakli. Prizma shakli yuqoridan ko'rinishi, to'g'ridan ko'rinishi va yon tomondan ko'rinishi. Va bizda proyeksiyalovchi tekislik chizig'imiz gorizontal tekislikda berilgan. Bu yerda nuqtalarimizni aniqlab oldik va frontalga ko'chirib chiqdik. Va profilga prizma shaklini chizib bo'lgandan so'ng nuqtalarimizni gorizontal va frontaldan chizib birlashtirib, profil tekislikda ham nuqtalarni, ya'ni bir topdik va kesishuv yuzasini hosil qildik. Va bu qismda mana shu kesishgan yuzani o'zini haqiqiy kattaligini chizib oldik. Bugungi mavzuyimiz shundan iborat edi. Mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa xursandman. Barchangizga rahmat. Xayr, salomat.